o'ylaymanki, sinfdoshlarimizni ham so'raman. Ular bilan o'tgan davrlarimizni birga qilgan xizmatlarimiz, hattoki birga o'tirib dars qilganlarimiz. Birinchi sinfga qadam qo'yganmiz. Orada yillar o'tganda juda yaxshi Bu polaponlarimni 5-sinfda olganman-da. Kuzatish menga og'ir bo'lyapti. Hammasiga omad tilayman. Boshqa gapira olmayman. Aslida hammamiz birga chiqayotganimizda qanaqa ichimizda boshqacha hayajon bo'lib, hech qachon maktabga kirib chiqamiz bunaqa bo'lmaganda bizga. Keyingi o'qishda boshqa ko'rmasligimiz, bir-birimizni boshqa bunaqa o'tirmasligimiz baribir boshqacha bo'lar ekan. Ishonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga. Biz maktabimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sinfdoshlarimga kelajakdagi hayotiga omad tilab qolaman hammasiga. Sizlarimga rahmat. Ustozimga Nasriddinga rahmat bergan bilimlari uchun bizni tarbiyalab shunaqa darajaga yetkazdi. Rahmat. Bugun bitirayotganingizga ishonmayman. Haydovchi kishi, sinfdoshlarim, o'qituvchilarimiz, ustozimiz bergan tarbiyasi, uchun rahmat aytaman. Barchamiz uchun mehnat ketgan, yonida turgan o'rtoqlarim, sinfdoshlarim, shogirdlarimiz, hammasiga saqolamiz. Bitirayotganimizga ishonchimiz kelmaydi. Kechagina boshlang'ich bo'lganmiz. Mana shu yerda bo'lgan do'stlarimga, bilim bergan o'qituvchilarimga rahmat aytmoqchiman. Menga kelajakda omad tilamoqchiman. Birga bo'lgan o'qituvchilarimiz hammaga Shu maktabda men 11 yillik xotiralarni qolgan va buni bu yerda xohlamayman. 11 yillik xotiralarimni va do'stlarimni juda ham sog'inib qolaman. Hammaga rahmat. Mana bugun katta hayotga qadam qo'yayotgan ekanmiz. Shu maktabda bo'lib o'tgan barcha voqealar hammasi xotira bo'lib qoladi. Shunday ekan, 11 yil ichida bizga bilim bergan barcha ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.